esingizda bo'lsa, endi o'sha 90-yillardan 91-yillardan o'sha razvaldan keyin o'sha zapadniy narsalar bizga kirishni boshlaganda bizada shu ana Utиные истории, Chip и Dale O'shalar ham boshlansa ko'chada hech kim qolmasdi. o'sha multfilmlar bo'lardi. Har yakshanbami, har shanba yoki yakshanba bo'lardi, to'g'ri. Berilardi, ikkita berilardi, sразу Utиные истории, Chip и Dale. O'shalarning muzikasi meni juda ham впечатлить qilgandi. O'sha paytda endi bizada karusel ta 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 shunaqa primitivniy muzikalar bo'lgan-ku endi. Oddiy bo'lardi, oddiyroq bo'lardi. To'g'ri, primitiv bo'lardi. Такой primitivniy muzikalar bo'lgan. Soddaroq deyiladi bu. Soddaroq, ha. Ularda shunaqa menga anaqa qilingan. Bu bolalar uchun ham kattalardek yondashilardi-da ular musiqasiga. Вообще peshit, shunaqa peshit, shuni kutib turardim-da. Shuni musiqasi boshlansa shunaqa maza qilardim, вообще просто.